Assalomu alaykum, berni ahli. Bugun 8-avgust 2026-yil. Penavokamizni yana bir qisqacha ko'rgazib o'tamiz buni. 100% qurib turibdi penavokamiz. Razmerini aytib o'tsam buning 20 ga 30, uzunligi 60 sm bo'ladi. 20 ga 30-60 bo'ladi. Bahasi 16 ming so'mdan. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida. Sarkal bo'ldi. Sifatli qattiq et quyib turibdi. 100% sifatli. Qattiq. Telefon nomerni ekranga chiqarib qo'yamiz, telefon qilib kelaverasizlar. Adres tushunmaganlar. Bu yerda latok o'g'li bor. Ularni zakaz etsanglar, zakaz asosida chiqarib beramiz. 12 santilikdan bir dana qoldi. 12 ga uzunligi 30-60 bo'ladi. 12 ga 30-60. Undan ham qolmadi, zakaz etsanglar chiqarib beramiz. Hozirda shu bir tur razmerda penavlogimiz bor. 20 ga 30-60. Yerini bo'ylab dastavka etib beramiz. Shu mashinada 200 dana siyadi mashinalar. 200-210 dana. 16 mingdan dastavka etib beramiz. Telefon qilaverasizlar.